Keling birgalikda g'oyalaringizga hayot beraylik va uni loyihaga aylantiraylik va loyihangizni ustida ishlab, uni grant yutish ehtimolini oshiradigan keyslarni ko'rib chiqaylik. Assalomu alaykum. Bugun darsimizda grantlar uchun mos bo'lgan loyihalarni yozamiz va aynan grant yutishda loyihalar yaratayotgan vaqtda nimalarga e'tibor qaratish kerakligini bosma-bosqich o'rganamiz. Biroz dangasalikni chetga suramiz va qog'oz ruchkalarni tayyorlab, bergan maslahatlarimni yozib, amalda sinash uchun asosli keyslarni ko'rib chiqamiz. Bugun men sizga qanday qilib o'z g'oyangizni loyihaga aylantirish mumkinligini o'rgataman va 6 ta keysda bu jarayonni ko'rib chiqamiz. Qanday qilib g'oyalarni loyihaga aylantirish mumkin? Demak, boshladik. Loyiha yaratishdagi eng muhim jarayon bu muammoni aniqlash. Agar siz asosli muammolarni topa olgan bo'lsangiz, demak sizda loyiha tayyor. Loyiha har qanday muammoga yechim bo'lishi kerak. Shuning uchun birinchi navbatda loyiha qilishdan avval muammoni aniqlab oling. Ikkinchi bosqichda esa maqsadlarni aniqlaymiz. Bu loyiha orqali qanday maqsadlarga erishmoqchisiz? Aynan muammoga qanday qilib yechim bermoqchisiz? Ikkinchi qadamimiz esa maqsadni aniqlash bo'ladi. Uchinchisi esa auditoriyani aniqlash. Loyiha kim uchun? Yoshlar uchunmi, nuroniylar uchunmi, talabalar uchunmi yoki media soha vakillari uchunmi? Aynan auditoriya kim uchun ekanligini aniqlash kerak va yosh toifalarini aniqlab olish kerak. Siz qaysi yosh toifasidagi insonlar uchun loyiha amalga oshiryapsiz? Aynan mana bu jarayonlarni aniqlashtirishingiz loyihangiz kimlar uchun ekanligini aniqlab berishga yordam beradi. 4-qadamga yetib keldik. Loyihaning asosiy faoliyati qanday bo'ladi? Siz seminar, treninglar, o'quv dasturlari o'tkazmoqchimisiz yoki platformalar yaratish niyatidamisiz? Aynan bu muammoga qanday yechim berasiz? Workshoplar o'tkazish niyatidadirsiz? Loyihangiz maqsadlaridan kelib chiqib, loyiha qanday qilib amalga oshiriladi? Qaysi yo'nalishda amalga oshiriladi degan savolga javob topishni ham unutmang. 5-qadam. Natijalar. Bizni qanday natijalar kutadi? Agar biz yuqoridagi 4 ta qadamni amalga oshiradigan bo'lsak, loyiha qanday natijalar beradi? Qaysi muammoga aniq yechim bera oladi? Biz loyihalarda aynan 5-muhim keys sifatida natijani ko'ramiz. Loyihani amalga oshirish jarayonida bu loyihani amalga oshirishimiz orqasidan biz qaysi natijaga erishamiz va bu natija biz yuqorida ko'rgan muammoga konkret yechim bo'la oladimi, yo'qmi degan savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Albatta, g'oyalaringizga hayot berib, loyihaga aylantirganingizdan keyin sizga hamkorlar va moddiy ko'mak kerak bo'ladi. Loyihangiz ideologiyasidan kelib chiqqan holatda loyihaga kimlar hamkorlik qila olishi mumkin? Qaysi tashkilotlar orqali bu loyihani hamkorlikda amalga oshirish mumkin ekanligini aniqlab oling. Shunda loyihani tezroq yurishi osonlashadi va loyihangiz amalga oshirish jarayonlari tezlashadi. Qizlar, endi sizlar bilan amaliy topshiriq bajaramiz. Ekrandagi 7 ta savolga hoziroq javob bering. Birinchi savol: muammo nima? Ikkinchi savol: nima maqsadda ish qilmoqchisiz? Uchinchi savol: loyihangiz kimlar uchun? To'rtinchi savol: loyihangizni amalga oshirish uchun nima qilasiz? Beshinchi savolda esa nima natija olib keladi loyihangiz, ya'ni qanday natijalar bo'ladi loyihangizdan? Oltinchi savol: qancha mablag' kerak loyihangizni amalga oshirishingiz uchun? Va oxirgi savolimiz: qachon loyihani boshlaysiz degan savol. Aynan mana shu savollarga javob bering va siz birlamchi loyihangizga aylanishi mumkin bo'lgan g'oyangizni yarating. Demak, qizlar, mana shu 6 ta bosqichda loyiha yaratiladi. Ya'ni mana shu 6 ta ketma-ketlikda harakatlarni amalga oshirsangiz, siz o'z g'oyalaringizni loyihaga aylantirishingiz mumkin. Endi loyihalar grantga topshirsa bo'ladigan darajada tayyorlash uchun nimalar qilish kerakligini o'rganamiz. Yaqinda $3000 grantni qo'lga kiritdim va o'z oliygohimda Akademik halollik nomli loyihani tashkil etdim va bu loyiha ham men sizga yuqorida sanab o'tgan ketma-ketlikda yozilgan edi. Va endi sizlarga ham mana shu g'oyalaringiz uchun to'g'ri kichik summada bo'lsa-da loyihalaringizni amalga oshirishga yordam beradigan grantlarga to'g'ri hujjat topshirish jarayonini o'rgataman. Demak, har doim ham siz turli dasturlardan tashqari agar sizda g'oyalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu g'oyalar bilan birgalikda siz grant dasturlariga hujjat topshira olishingiz mumkin. Keling endi mana shu jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Loyihangizni grant dasturlariga topshirayotgan vaqtingizda birinchi navbatda grant berayotgan tashkilotlarni yaxshilab o'rganib chiqing. Ularning maqsadi, g'oyasi nima va ular qaysi turdagi loyihalarni moliyalashtiradi degan savollarga javob toping. Agar sizda allaqachon bu javob bo'ladigan bo'lsa, tabriklayman, bevosita siz o'z loyihalaringizni to'g'ri moliyalashtiradigan manbalarni topgan holatda taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Loyihangizni hamkorlarga topshirayotgan vaqtingizda hamkorlarga taqdim etish kerak bo'lgan maxsus taqdimotga ehtiyoj seziladi. Sizning taqdimotingizda loyihangiz bilan bog'liq bo'lgan quyidagi ma'lumotlar bo'lishi shart.
Albatta siz loyiha taklifini tayyorlaysiz va bu takliflar bevosita quyidagi ketma-ketlikda bo'ladi. Loyihaning kirish qismi, loyihaning auditoriyasi, loyiha qanday qilib amalga oshiriladi, kutilayotgan natijalar, loyiha so'ngida hamkorlardan nima kutyapsiz degan savollarga javob berishingiz kerak. Bu maxsus shablonni biz havolalar orqali sizga namunasini beramiz. Ushbu namuna asosida o'z loyihalaringizni quyidagi savollarga javob berish orqali o'z loyihangizni yaratish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Grant taqdim etilayotgan tashkilotlar ko'p holatlarda o'z g'oyalarini kichik guruhlarda bo'lsa-da amalga oshirishga va aynan mana shu loyihalarni amalga oshirish orqali siz olib chiqayotgan tashabbusni natijasini ko'rishga qiziqishadi. Agar original g'oyalar sizda bor bo'lsa, bunday holatlarda grant yutish ehtimolingiz ancha yuqori bo'ladi. Ko'p holatlarda grantlarni, demak, davlat tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar taqdim etadi va har bir tashkilotning turli g'oyalari bor. Ayrim tashkilotlar ekologik loyihalar, yana qaysidir tashkilotlar ta'lim bilan bog'liq loyihalarni, yana bir turdagi loyihalar, yana bir turdagi hamkorlar esa, demak, gender masalalaridagi loyihalarni moliyalashtiradi. Shuning uchun loyihangiz qaysi yo'nalishga kirishini aniq qilib belgilab olsangiz, bunday holatda grant yutish ehtimolingiz ancha yuqori bo'ladi. Nazarimda siz allaqachon g'oyalarni qanday qilib loyihaga aylantirish mumkinligini o'rgandingiz. Endi esa aynan mana shu loyihalarni qayerga topshirish mumkin, qayerdan grant olish mumkin degan savollar paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Quyidagi saytlar sizlarga turli xil loyihalar, grant dasturlari haqida ma'lumot beradi. Marhamat, u havolalarni yuklab oling. Qizlar, dars davomida g'oyalaringiz qanday qilib real loyihaga aylanish mumkinligini o'rganib oldingiz. Hatto loyihalaringiz uchun moliyalashtiruv manbalaridan ham boxabar bo'ldingiz. Endi sizda bir savol bo'lishi mumkin. Bu loyihalarimizni kelajakda qanday bizga foydasi tegadi degan savol. Aynan bu savolga javob sifatida shuni aytishim mumkinki, xalqaro grant dasturlariga hujjat topshirish jarayonida sizdan talab etiladigan muhim bir jarayon ijtimoiy faol va tashabbuskor ekanligingizni ifodalash. Bunday jarayonda esa siz mualliflik qilgan loyiha va uni amalga oshganligi, tengdoshlaringizga bergan ko'magingiz yoki qaysidir auditoriya uchun tashkil qilgan loyihangizning kelajagi va bu muammoni aniqlay olishingiz va unga yechim topganligingiz albatta e'tirof etiladi. Shuning uchun ham portfoliyongizda o'zingizning mualliflik loyihalaringiz bo'lishi kerak va mana shu ketma-ketlikda o'z g'oyalaringizni loyihaga aylantirib, portfoliyoni boyitish imkoniyatiga, CV'ingizni boyitish imkoniyatiga egasiz. Agar siz bu narsadan hozir biroz qo'rqayotgan bo'lsangiz, tayyor yo'lga qo'yilgan loyihalarda amaliyotchi sifatida ishlab ko'ring va ma'lum bir tajribalardan so'ng o'z g'oyangizni mana shu ketma-ketlikda, bugun darsimizda aytgan ketma-ketlikda amalga oshiring. Agar sizda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biroz dangasalikdan voz kechadigan bo'lsak, ko'proq research qilib, insonlar bilan gaplashib, muammolarni aniqlab, ularga yechim beradigan bo'lsak, bizda ham bir unik, hech kimda bo'lmagan yangi loyiha vujudga keladi. Shuning uchun loyihalar tayyorlayotgan vaqtingizda insonlar bilan ko'p muloqot qiling, ularning muammolariga qiziqing va yechimni o'ylab ko'rib, qanaqa yechim qilsam bo'ladi shu muammoga degan savollarga bir o'zingizga savol berib, aniq ishga kirishsangiz, albatta bu muammolarga yechim topasiz. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.